Bo'ldi, sadasi ketdi. Belingiz o'rib qoladi, chuchmamacham. Hozir yana 3 martagina salom solay. Erini hurmat qilgan boy bo'ladi-da. Butun umr salomlarga ko'milib yashayganman-da. Oyog'ingizni yechmay mana musor tashab-ken. Salom qani, Ali qani? Assalomu alaykum. O'zingizdan. Xotinim yo'qolib qoldi, xotinim yo'q. Sherdaman. Sahar to'rdan beri ko'chalarda shipiryapman-da. Xudoga shukr, uncha sahar turma, charchab qolasan. Yo'q, vazifam-ku. Turag'ay yeshib uxlavermay. Soat 11 bo'ldi. Hech bo'lmasa mana jotgan joyingni shipirib qo'yag'ay. Vazgini qotirmay. Undan ko'ra bitta achchiqna qilib choy damlab ket, chopadan. Qoldim, bugun tug'ilgan kuniga borib kelsam maylimi? To'g'ri, mendan kimdir rosa so'raydimi? Tug'ilgan keyin pishirib qo'yib, uyda o'tir. Bu ramon hozir tamom bo'lasan. Qolicha, men ham jo'ralar bilan shashlik yegan borsam maylimi? Kartishgan ustiga nurini katta xolangiz sepib chiqaman. Hech yerga bormaysiz. Boray. Bir qadam tashlasangiz oyog'ingiz urib chilik qilaman. O'ting bu yoqqa. Tuz jonimga deb ketdi. Hech qancha bo'lsa, ovqat yesang ham kulsang ham bunday qilasan. Bu hayoda, bu madaniyatda. Astaraq pashilib jeshini qarasin. Madaniyat qani? Madaniyat o'lganiga 40 yil bo'ldi-ku. Tushunmam, senga gap qaytaryapsan. Men turqiri ko'zimga ko'rinma. Kechiring, boshqa qaytarmaydi, kechiring. Nima kerak bo'lsa sassiq keting. Bu meniyat, bolalarim meniyat, ko'zimga ko'rinmang. O'zim haydaldimmi? Ha, onasi debsa xotin yangi kelin payt xotin bo'lar ekan. 5-6 yildan keyin xotin laqabli erga aylanay ekanda.